Bugun yer yuzida bo'lmagan buqa, to'y, qo'chqor go'shtdan trenddagi moshk shirini tayyorlaymiz. Buxoroning faqat bitta joyda tayyorlanadigan o'sha mashhur trenddagi moshk shirini tayyorlash uchun ko'p miqdorda go'sht solinar ekan. Moshk shiri erkaklarning iligini to'ldiradi. Buqa, po'stumba, qo'chqor go'shti qovurilib, piyoz, ziravorlar, qazi hamda kam miqdorda moshni tashlab, bir kun davomida o'tinda pishirishar ekan. Eng qizig'i 1 kilo moshga 10 kilo go'sht solinar ekan. Bunaqasini faqat Buxorodan topasiz. Dudda pishgan amerikanskiy smoker bu taom faqat bitta joyda Ibrohim otada tayyorlanar ekan. O'rik daraxtining tutunida pishgan go'sht O'rta Osiyoda yagonadir. Eng ajoyibi bu joyda yangi so'yilgan to'y go'shti hamda qazilardan haqiqiy qozoqcha besh barmoqni pishirishar ekan. Buxoro shahri ichida sandal o'tov deysizmi mana sizga? Issiqqina o'tovlar, qishki 100 kishilik zal hamda qulay tapchanlar ichida energiyaga boy moshk shiri, smoker, besh barmoq tanovul qilishga nima yetsin? Va nihoyat o'sha mashhur moshk shiri, besh barmoq hamda smokerlarimiz tayyor. Bu moshk shirining ustiga dudlangan dumba, ezilgan qurt hamda qazilarni solingandanmi ko'rishingiz bilan ishtahani o'zi uyg'onar ekan. Bu videoni Toshkentga borib moshk shiri yeydigan do'stingizga yuborib qo'ying. U bilsin Buxoroda shunaqa taom borligini. Moshk shirlarimiz har kuni 18:00 dan boshlab issiq holda mehmonlarimizga taqdim etilar ekan. Manzil Jondor stansiyadan Mo'shin bozor yoki 7-mikrorayonga ketaverishda yo'lning chap qismida joylashgan Ibrohim ota choyxonasi. Bugun yer yuzida bo'lmagan buqa, to'y, qo'chqor go'shtdan trenddagi moshk shirini tayyorlaymiz. Buxoroning faqat bitta joyda tayyorlanadigan o'sha mashhur trenddagi moshk shirini tayyorlash uchun ko'p miqdorda go'sht solinar ekan. Moshk shiri erkaklarning iligini to'ldiradi. Buqa, po'stumba, qo'chqor go'shti qovurilib, piyoz, ziravorlar, qazi hamda kam miqdorda moshni tashlab, bir kun davomida o'tinda pishirishar ekan. Eng qizig'i 1 kilo moshga 10 kilo go'sht solinar ekan. Bunaqasini faqat Buxorodan topasiz. Dudda pishgan amerikanskiy smoker bu taom faqat bitta joyda Ibrohim otada tayyorlanar ekan. O'rik daraxtining tutunida pishgan go'sht O'rta Osiyoda yagonadir. Eng ajoyibi bu joyda yangi so'yilgan to'y go'shti hamda qazilardan haqiqiy qozoqcha besh barmoqni pishirishar ekan. Buxoro shahri ichida sandal o'tov deysizmi mana sizga? Issiqqina o'tovlar, qishki 100 kishilik zal hamda qulay tapchanlar ichida energiyaga boy moshk shiri, smoker, besh barmoq tanovul qilishga nima yetsin? Va nihoyat o'sha mashhur moshk shiri, besh barmoq hamda smokerlarimiz tayyor. Bu moshk shirining ustiga dudlangan dumba, ezilgan qurt hamda qazilarni solingandanmi ko'rishingiz bilan ishtahani o'zi uyg'onar ekan. Bu videoni Toshkentga borib moshk shiri yeydigan do'stingizga yuborib qo'ying. U bilsin Buxoroda shunaqa taom borligini. Moshk shirlarimiz har kuni 18:00 dan boshlab issiq holda mehmonlarimizga taqdim etilar ekan. Manzil Jondor stansiyadan Mo'shin bozor yoki 7-mikrorayonga ketaverishda yo'lning chap qismida joylashgan Ibrohim ota choyxonasi.